uydan chiqayotgan odam albatta mana shu duoni qilishligi kerak. Bismillah. Tavakkaltu alalloh. La havla va la quvvata illa billah. Allohning nomi bilan chiqayapman. O'ziga tavakkal qilyapman. Savoblarni qilishga quvvatim, gunohlardan qaytishga holi madorim yo'q, agar uning o'zi yordam bermasa. Demak, banda o'zini Allohga topshirib chiqyapti. Uning boshidagi farishta nima der ekan? Kufita va vuqita va tanahha anhu shayton. Payg'ambar alayhissalom aytadilar, kimiki shu duoni o'qisa, boshidagi farishta aytar ekan, kufita, shuning o'zi senga kifoya. Allohning nomi bilan qadam bosdingmi? Haq kalomni aytdingmi? Shu o'zi senga kifoya. Alloh senga kifoya. Va vuqita, barcha yomonliklardan o'zingga qo'rg'on yasading va shayton undan nari bo'lar ekan. Demak, uydan chiqayotganimizda mana shu duoni aytib chiqmoqimiz darkor. Ba'zi olimlar bunga ortiqcha yana ba'zi zikrlarni aytadilar. U ham bo'lsa oyatul kursiyni o'qish. Oyatul kursiy shaytondan qo'rg'on bo'ladi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning hadislari. O'tgan ajdodlarimizdan meros. Uydan chiqqan odam chor qulni, qul ya ayyuhal kafirun, qul huvallohu ahad, qul a'udhu bi robbil falaq va qul a'udhu bi robbin nasni o'qishligi. Bu oyatlar, bu suralar ma'nolarini agar o'qib ko'rsak, odamizotni barcha yomonliklardan himoya qiladigan, moddiy va ma'naviy yomonliklarga qo'rg'on bo'ladi. Ulug'larimizdan yana meros nasihat borki, uydan chiqqan odam albatta 100 marta astag'firulloh desa maqsadga muvofiq bo'ladi. 100 marta astag'firulloh deyilishligi ulug' ustozlardan nasihat. Va ma kana Allohu liyu'azzibahum va anta fihim va ma kana Allohu mu'azzibahum va hum yastaghfirun. Alloh taolo Qur'oni Karimda ey Muhammad alayhissalatu vassalom, modomiki siz ularni ichlarida bo'lsangiz, hayot bo'lsangiz, Alloh taolo ularga ommaviy qirg'in yubormaydi. Modomiki ular istig'for aytishar ekan, astag'firulloh deb gunohlariga tavba qilishar ekan, Alloh taolo ularni ommaviy qirg'in, ommaviy azobdan saqlaydi deb Alloh taolo bashorat, mujda va va'da beradi. Shunga asosan qo'ldan kelgancha birov 10 marta, birov 100 marta, birov 1000 marta astag'firulloh aytsa, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi.